Bugun har bir soliq to'lovchining o'z soliqchisi bor. E'tiborlisi, soliq organlarida mahallabay, korxonabay ishlash tizimining yo'lga qo'yilganligi xodimlar mehnatining unumdorligi ortishiga, eng muhimi esa soliq tushumlari o'z vaqtida byudjetga jalb etilishiga xizmat qilmoqda. Quvonarlisi, tizimning eng ilg'or xodimlarga ko'rsatilayotgan rag'bat natijadorlikda muhim omil bo'lmoqda. Buxoro viloyatining Peshku tumani soliq inspeksiyasidan tumanning Deycha va Ibn Sino mahallalariga biriktirilgan soliq inspektori Dilmurod Razzoqov joriy yil sentyabr oyida belgilangan ko'rsatkichlarni nafaqat viloyatda, balki respublikada birinchilardan bo'lib bajardi. Shuning uchun unga shaxsan soliq qo'mitasi raisining o'zi tashakkurnoma yo'lladi. Kuni kecha Deycha mahallasida bo'lib o'tgan tadbirda soliq inspeksiyasi va mahalla mas'ullari fuqarolarga ushbu xushxabarni yetkazdi. O'tgan soliq tushumini 10% mahalla hisob raqamiga tushadi. Olib qaraydigan bo'lsak, yurtboshimiz yaratib bergan islohotlari shuni natijasidan kelib chiqyaptiki, mana shu 9 oylik davomida mahallamizdagi hisob raqamida 50 millionga yaqin tushum tushdi. Necha mahalla kundan kunga obod bo'lib boryapti. Bog'cha tashkil bo'ldi, yo'llarimiz obodonlashdi. Shu kundan kunga mahallamiz obodonlashib boryapti. Xalqimizga yaxshi, hamma insonlar tushungan, yaxshi insonlar soliqni o'z vaqtiga to'layapti. Bu to'lovlar masalan shu mahalla mana byudjetiga foiz tushayotgan davlatga qolgan bo'lsa, 10% mahallaga. Demak, bu mahallani obodonlashishiga, yo'llarimiz obod bo'lishiga katta hissa qo'shadi. Mana bu soliq, ya'ni tushumlarning tushib borishiga, mana insonlarimizni hissasi qo'shishiga men yaxshi insonlar deb tushunaman. Soliq tushumlarini o'z vaqtiga to'lash, demak, ham yurtimiz obod, ham mahallamiz obod. Razzoqov Dilmurod shu o'g'lim har kun ishga kelishiga, forma bilan ishga kelib, talab baravar hammamiz oilamiz bilan faxrlanib kuzatamiz, faxrlanib kutib olamiz. Hammamiz havas qilamiz o'g'limga ishlashiga, hammasiga doimiy ishlarga kelib, bor sharoitni yaratib berganmiz. Kutmaganda bunday nimalarni, bundan ham yuqori nimalarni olishni xohlaymiz. Soliq qo'mitasining rahbariga katta rahmat aytamiz. Balki hech kim e'tibor bermas, lekin aynan ushbu soliq inspektorining tashabbusi va to'g'ri ishlagani hamda barcha mahalladoshlari bilan til topishib bilgani tufayli ushbu mahalla fuqarolari soliq to'lovlarini o'z vaqtida to'layapti. E'tiborlisi, mahalla yettiligi faollari va obro'li kishilar bilan olib borilgan targ'ibot, tashviqot va tushuntirishlar natijasida qisqa muddatda ushbu hududdagi 15 dan ortiq uyda yashirincha daromad topayotgan fuqarolar faoliyatini qonuniylashtirdi. O'ndan ortiq tadbirkor berilgan to'g'ri maslahatlar natijasida ular biznesini kengaytirdi. Buning hisobiga 30 ga yaqin ishsiz fuqarolar rasmiy ish bilan band bo'ldi. Faoliyatimizni mahalla yettiligimiz bilan birgalikda amalga oshiryapmiz. Asosan faol soliq to'lovchilar bilan namuna sifatida targ'ibot tashviqot ishlarini olib boryapmiz. O'ylaymanki, bu yutuqlarimiz mahalla bilan birgalikda ishlaganimizda deb o'ylayman. Bunga misol uchun namunali soliq to'lovchilarni misol qilib, shular bilan birgalikda soliq nimaligini tushuntiramiz. Bir so'z bilan aytganda, soliqchi qonunga tayanadi, xalqqa xizmat qiladi. Soliqlarning ahamiyatini esa fuqarolarimiz o'z hududlarida soliq to'lovlari hisobiga amalga oshirilayotgan katta o'zgarishlarni ko'rib, his qilib boryaptilar.